Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari. Biz bugun sizlarga Vermox tabletkasi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Agar siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Vermox tabletkasi ta'sir qilishiga ko'ra gijjalarga qarshi vosita. Qo'llanilishi: organizmdagi astritsalarga qarshi vosita, aksaridalarga qarshi vosita, qil boshli gijjalarga qarshi, oddiy ankilostoma kabi parazitlarga qarshi, nekator kabi parazitlarga qarshi, tasmasimon chuvalchanglarga qarshi, bir xil yoki aralash infeksiyalarga qarshi vosita. Kattalar va bolalar uchun sutkasiga bir tabletka qabul qilinadi. Tabletkani butunlay yoki chaynab qabul qilish mumkin. Kichik yoshdagilarga berishdan oldin tabletkani maydalash zarur. 2 yoshdan kichik bolalarga mumkin emas. Preparatni organizmda gijja qanaqaligini bilgan holda kuniga qabul qilish dozasi har xil. Shuning uchun organizmdagi parazit turi qanaqaligini bilib, keyin shifokor belgilagan dozani qabul qiling. 2 yoshdan kichik bolalarga qo'llanganda bolada tirishish kabi noxush holatlar yuz berganligi aniqlangan, qorin og'riq, diareya kuzatilishi mumkin. Preparatga yuqori allergik reaksiya bo'lganda 2 yoshdan kichik bolalarda homiladalik va emizish davrida mumkin emas. Maslahat sifatida aytib o'tish kerakki, preparatni 2 yoshdan kichik bolalarga mumkin emas deyilgan. Tirishish belgilari kelib chiqishi aniqlangan deb aytildi. Agar bola yoshi 2 yoshdan katta bo'lib epilepsiya kasali bo'lsa, bunaqa holatlarda tavsiya qilish noto'g'ri. Qo'llash retsept bilan ishlab chiqaruvchi Vengriya. Ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang. Salomatligingizni asrang azizlar.